Bir kishining boshi og'risa deganlar payg'ambar alayhissalom. O'zi yashayotgan joydagi tuproq qo'lini qo'yadi. Oldin qo'lini tiliga qo'yadi. Ho'l bo'lgandan keyin uni tuproqqa qo'yadi. Ha. Keyin olganda tuproq chiqdi, o'shani og'rigan joyga qo'yadi. Va aytadiki, turbatu ardina yushfa saqimuna biidni robbina deydi. Qarang, ma'nosi shunaqa. Turbatu ardina deganda geografiya qadar degan gapni fundamenti shu. Bizni yerimizni tuprog'i kasalliklarimizga shifo Allohning izni bilan deyapti. Mana shu hadisning sharhida ulamolar aytadi. Bu G'ars qudug'idan oldin aytilgan. Madinada G'ars qudug'i bor. Payg'ambar alayhisalom shu qudug'ini yaxshi ko'rganlar, shuni suvdan ichganlar. Hattoki vafot etsam shu bilan yuvinglar deganlar. Hazrat Ali shu suvni olib borib shu G'ars suvi bilan yuvishgan payg'ambar alayhisalomni. O'sha joyda bir kishiga shuni o'rgatganlar. Shu G'ars qudug'ini atrofiga tegishi shu tuproqqa tegishlimi deganda, yo'q, turbatu ardina deyapti-ku. Ha? Bizni yerimizni tuprog'i. Demak, geografiya qadar. Menga meni tuprog'im shifo bo'ladi. Balki o't shifo bo'lmasligi mumkin. Menga o'zimni tuprog'im shifo bo'ladi. Hamma joyda shuni qilsa bo'ladi degan ma'noda.